Ketdi. Hammamiz bo'ydoq qilib turamiz. Aytishadiki, 7 qadam chiqib uydan bo'ydoqman deb yurar erkak. Restoranda, choyxonada ulfatchilik qilar erkak. Bir-biriga so'z berib, bir-birini maqtatar. Kayfi oshib qolgandan so'ng pivo ichib yaxlatar. Yaxtayligi oshib ketsa, isitguvchi izlaydi. Soatning ostidan yoshgina juvonni topib oladi. Tanlatqancha tuzlaydi degan. Ochmisiz aytmoga. 70 pivo yig'ilib, mana shu kam pivo ichyapti. Kaniyaga emas, pivo ichyapti. Asbek. 70 pivo yig'ilib, bitta aroq bo'la olmas. 7 vino ichgan bilan aroq kayfini bera olmas. Arog'i bor do'konga kaniya yaqin yo'l olmas. Mening esa kayfim zo'r, to'lg'anaman oshnajon. Garchi biz yosh xo'r edik, aroq ichsak sher edik, bir aroqni 5 o'g'il teng bo'lishib ichardik. Ilk bor qadah so'zini akam aytsin der edik. Tushma endi shu zaman, hayronaman oshnajon. Uyimizda pivo yo'q, aroq ham yo'q, vino yo'q. Menga bermay o'zlari quyib ichar. 4 akamga qo'shilib qotib qolgan 4 yangam o'z uyimda jonajon, begonaman. Jon, ichmaganim yuzimdan shunday turar bilinib, zakisga ham uzatmas akalarim ilinib, sarg'ayaman bo'shagan butulkamga termilib, aroq izlab zor qaqshab lomkadaman. Oshnajon, uy to'rida bo'sh yashik, akam ichgan, men ichgan, sherdik helbatli 5 yigitni yiqitgan. Yana ichib bo'lsaydi, bo'lardim jon deb ichgan. Men aroqni hammadan qizg'anaman. Oshnajon, 70 ta qiz yig'ilib, bir xotining bo'lolmas. 7 ayol bir bo'lib, xotin mehrin berolmas. Xotini bor erkakka it ham yaqin yo'l olmas. Menda esa xotin yo'q, g'irq bo'ydaqman. Oshnajon, garchi biz yosh xo'r edik, aroq istak sher edik, xotin bor biz zo'r edik, baribir biz zo'r edik, 40 ta yigit qiz edik, qirg'in keldi, qirildik. Parvozning to'yida Diynovning arog'ini ichib qayta boshdan tirildik.